yaxshi o'qish mana bilimni olish uchun iqtidor bo'lish kerak. Hamma ham buni qilolmaydi. Bu tabiatdan berilgan bir xislat, fazilat bo'ladi. Maqsad nima? Sizlardan kuchli mutaxassis tayyorlash. Bilimi chuqur, kasb va korini yaxshi biladigan mutaxassis tayyorlash sizlardan. Asosan shu maqsadimiz bor bizlar. Millatni sara mutaxassislari bo'lishlaringiz kerak sizlar. Butun dunyoda bilimi kuchli, yaxshi mutaxassislar yaxshi yashaydi. Faqatgina kuchli bilim. O'qish va yana o'qish. O'qish bilan bo'ladi. Chuqur bilimlarning ichiga kirish bilan bo'ladi. Boshqa yo'li yo'q. Dunyo, birorta dunyoni rivojlangan mamlakati bolalarni yaxshi o'qitmay rivojlangani yo'q. Unaqasi yo'q, o'zi yo'q. Qiyinchilik 4 yil, 6 yil o'tib ketadi. Mana magistraturadan hisobga olsak, 4 + 2 6 yil bo'ladi. 6 yil hayot hech narsa emas o'tadi. Yoshlikda odam buni bilmaydi. Doim yosh bo'laman deb o'ylaydi, unaqa emas o'tadi. Yoshlik senga qarinlikni ta'minlash uchun berilgan vaqtgina xolos, boshqa narsa emas. Ana shundan unumli foydalaninglar deb sizlarga bizlar sharoit qilmoqchi. Bugun ishim yurishsin degan odam, men mutaxassis sifatida taniqli bo'lay, menga talab bo'lsin degan odamni kamida bitta mukammal chet tilisi bo'lishi kerak, ingliz tili. Menga, ya'ni O'zbekistonga dunyoning ilmi kuchli bo'lgan joylardan andoza olib kelishim kerak. Mana muhtaram prezidentimiz 17-yildan boshlab O'zbekistonda shu bosh siyosatga aylangan. Ilm, ta'lim orqali mamlakatni rivojlantirish. Mana keyingi 7-8 yilda yuzlab zavodlar qurildi. O zavodlarga mutaxassis kerak, o'rtoqlar. Injener kerak, muhandis kerak. Boshqa idoralar, qishloq xo'jaligida hozir kuchli mutaxassislar kerak. Hamma sohalarda kerak. Hozir hammalaringiz 2 yildan keyin chet elda universitetlarga, magistraturaga borishga tayyorgarlik ko'rishlaringiz kerak. Avvalambor bizdek iqtidorli talabalar bilan uchrashuv tashkil etganingizdan juda ham xursand bo'ldik. Aynan bu bizga berilayotgan e'tiborlarni bir qismi deb hisoblaymiz. Boshqa oliy ta'lim muassasalaridan farqli ravishda iqtidorli guruhlarga aynan Samarqand davlat universitetida ko'proq e'tibor berilayotganini va shunday uchrashuvlar tashkil etilib, sizning qo'llab-quvvatlavingiz bizga aynan ruhlantiradi, bizni yanada kuchga to'ldiradi desak mubolag'a bo'lmaydi. Shu jumladan aynan sizning ishonchingiz va qo'llab-quvvatlavingizni hisobga olgan holda biz ham sizning ishonchingizni oqlaymiz deb o'z so'zimni tugatmoqchiman. Rahmat. Mana hozir bosh binoning hovlisida mana matematiklarimiz uchun mo'ljallangan katta bino ishga tushadi nasib bo'lsa. 4 oy o'tar, 5 oy o'tar, axir tugaydi. Uni pastida podval 2 qavat biz sport zallar, trenajyorli zallar qilyapmiz. Borasizlar ki qatnaysizlar mana shu zalga. Trenerlar bor, ularga pul to'laymiz bizlar. Hozir uskunalar sotib olamiz qo'shimcha. Sog'lik ham kerak. Sog'lik bo'lgandan keyin ilmni o'zlashtirish osonroq bo'ladi. Yotoqxonalar shu yerda, sport zallar shu yerda, auditoriyalar shu yerda, kutubxona shu yerda. 24 soat mehnat qilish kerak. O'shanda boy bo'lib qolganlaringizdan keyin bitta iltimosim bo'ladi mana. Universitetga yordam qilasizlar. Mana butun dunyoning boylari o'zlari o'qigan universitetga pul beradi. Laboratoriya sotib oladi, ma'lumlarga oylik qilib beradi, yangi binolar quradi. Keyingi avlod farzandlarini o'qitadi, tarbiyalaydi. Stipendiya beradi. Yaxshi o'qiydigan bolalarga stipendiya joriy qiladi. Nomdor zo'r katta stipendiyalar beradi. Ulardan keyin katta olimlar chiqadi. Shu narsa eslaringizdan chiqmasin. Men o'zimning nomimdan va shu bilan birgalikda mana shu yerda o'tirgan barcha talaba yoshlar, umuman universitetimizdagi tahsil olayotgan talabalar nomidan rahmat aytish uchun so'zga turdim. Bugungi kunda universitetimizni yaratib berayotgan imkoniyatlaringiz va o'sha tashkil etilgan iqtidorli guruhlar o'ylaymanki mana shu yerda o'tirgan umuman jamiki universitetimiz talabalari hayotidagi, ularning ilmiy faoliyatidagi eng muhim qadamlardan biri deb o'ylayman va o'zim ham
ilm va ijodni birgalikda olib ketayotgan havaskor ijodkor sifatida ham ijodkorlar nomidan rahmat aytmoqchiman. Bugunga qadar biz Yosh ijodkorlar klubi tomonidan aynan 585 tadan ortiq milliy kontentlar yaratdik. 10 ta ijodkor talabalarimizga rag'bat pullari, viloyat hokimining tashakkurnomalari bilan ularni yanada rag'batlantirdik. Ularni o'z ijod yo'llarida o'zini topishlari uchun. Bu uchun sizga kattakon rahmat. Universitetimizda yaratgan ilmiy va ijodiy muhit uchun kattakon rahmat aytmoqchiman. Shu bilan birgalikda Erkin Vohidovning bir she'rini o'qib bermoqchi edim. Marhamat. Baxt nima? Ming bo'lakka bo'lib dunyoni, tug'ilgandan baxtni izlaymiz. Qo'llaridan tutib ro'yoni, atrofda baxt, ba'zan bilmaymiz. Baxtlar bilan bezatilgan taxt, Xudoyimga yetsa bas soring. Kimdir seni sog'insa, shu baxt. Baxt aslida dunyoda boring. Kimlarnidir sevib, sog'inib, intizorla uni kutganing. Baxt aslida tomog'ing bilan shu bir qultum suvni yutganing. Barcha yerda baxtlaring sochiq, bahorlardan go'zallik yiqqan. Baxt emasmi ko'zlaring ochiq, atrofga bog', ko'kka oy chiqqan. Senga yana nima yetmaydi? Hattoki baxt yelib tolmoqlik. Hammaga ham nasib etmaydi, tongda turib nafas olmoqlik. Rahmat, kattakon so'z.